yarım cihanda bir canan ikende benim yarım cihanda bir canan ikende Üstü koyaş ya ki ay gözü çulpan ikende Üstü koyaş ya ki ay gözü çulpan ikende Her kim küse bu yeni Tarile de huyeni Her kim küse bu yeni Tarile de huyeni İzdep sorap üyeni Zadı sersan ikende İzdep sorap üyeni Zadı sersan ikende Güzellermiş bu zari Baharının cemali Pişip alma anari Bağ bustan ikende Şirinken muhabbet Bilmektim men pedet Şirinken muhabbet Bilmektim men pedet Onundan almi lezzet Eslin adam iken Andın almi lezzet Eslin adam iken Şekerledek şarabi Dertki derman ikende Şekerledek şarabi Dertki derman ikende Her kimge yaşlık çağı Az gün mihmal ikende Her kimge yaşlık çağı Az gün mihmal ikende Az gün mihmal ikende İki kız gap duydum hemen. Ma'qul. Beşer iki kız gap kız ruhsat bu. Ruxsat oldu qolarmi? Men maqshim Adam iki kız deb qo'yganim bilan yamanchiq debdim men. Sizning gapingizni xuma olib ketdik aka. Rahmat. Endi bu Ipak yo'li sadosi programmasi endi bizningki tashna naqshchilarimizning bir yayliqi qo'yamdi. Mandaqcha aytganda bir yayliq bu. Bizning endi kelgusida sizlarga o'xshash ataqliq naqshchilar chiqadigan imkoniyat bu. Mushu arzu qilayotgan naqshchilarimizninki arzulari amalga oshadigan bir sahna. Uzun vaqtdan beri Ipak yo'li sadosini vaqtimizdan chiqishcha ko'rib huzurlanib kelyapmiz. Ba'zi ustozlarimiz vaqtsiz bizni arib ketdi. Ularni har qachon eslaymiz. Mushu munosabat bilan men mushu programmani bir qo'llash ustidan ustozlarga bir madad bo'lish ustidan bugun bir naqsh etqish niyati bilan oldinglarga kelib qoldim. Bu programmaning texmo beyishini, texmo yuqori saviyaga chiqishini hayron has qag'idek bir program bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Bu do'stimning naqshi aytmig'i unda oson ish emas. Odatda bunda cho'ng ishlarda aytmasa aytqilinmaydigan bir ish bor. Bugun tuyuqsiz kelib uning ustiga naqsh aytib berib bizning beshimizni ko'kka yetkizding deyalash. Rahmat. Mushu programmaning, mush bolalar qatnashayotgan butun yosh bolalarning, biz ustoz bolalarning hammamizning inovat obro'yimiz bir daraja eshib, biz hali cho'ng ish qilib yetibdik, nima? Deb qoldik. Albatta cho'ng ish, albatta yaxshi ishlar. Mana Xalmurat meningki mushu deb sabdishim
ikkimiz bir sinf ilgari keyin o'qigan 95 Hem bitgan. savaqdaş. Hem muşaq savaqdaş, hem ayni vaqtida fikirdaş. Meniki birinchi qitim 94-yili chiqqan Qapliq Ünalıq Lentamniki barliq kelish, muzikasini chelish, onun için en huzur naqshlarni menga tavsiya qilishda Xalmuratning menga to'kpisini aytib katta. Rahmat. Lekin o'ziga deb turdim, lekin bugun mushundaq so'rinda deydigan bir fursat keldi. Mana rasmiy deydigan Fursat keldi. Men hargizmi bu kunni unutib qolmadim. Rahmat Biroq Ayşegül. biz ikkimizning uniki uchrashib, mush gapni sizga o'zimniki ko'nglimdagi mushundaq bir mamnuniyatligimni deydigan fursat bo'lmayapti. Bugun ajoyib bir so'rin hozirlandi. Mush gapni mush xalq alam oldida, kasbdoshlar oldida men sizga o'z minnatdorchiligimni bir uqtirib olay. Sizningki san'at sohasida qilolmaydigan ishingiz yo'q. Naqshi desa, mana bir kishilik naqshchilik rolingiz bor. Tam bir uningda gap yo'q, mana o'tag'an ustozlar buning haqiqiy nimiz guvochisi. Ham shu etud sohasida ajoyib bir xoslik yaratgan bir ham shunday jonjigarlarimizning birisi. Rahmat. Shunga men sizga mush sizlaymiz hozir mush sizlarga. Sizlaymiz. Sen lekin endi mundaq bir ilmiy so'rinni sizlashib olaylik. Shuningga İsacan hammadan sen deydi. Muşu sahne mana banadan banaga chiqib qoldi. Biz boshda dingviymi? Bu yolg'iz bir bolalarning o'zaro musobaqaga tushib naqsh etdiganlar emas. Mehr muhabbatni, shunda memnuniyatni, minnatdorlikni, bir-biriga yordamni, Shunda. shafqatliqni, apuchanlikni hammani o'rgatadigan bir maktab deyishdik emasmi? shunda Sizning bu fursatni g'animat bilib o'zingizning minnatdorligingizni bildirganingiz bizga bir ulgu bo'ldi, bolalarimizga bir ulgu bo'ldi. endi bugungi naqshingiz bek chiroyli naqsh ekan. Bu uzun yillar bo'lgan bundaq yaxshi ijodlar chiqmag'ili. Bu ijod naqshani sizning og'zingizni anglash, puraqlaridan anglash men uchun buyuk bir huzur. Rahmat. Shunga meniki jonjigar qirindishim va shu san'at yo'lidagi meni sabdishim sizga uzoq umr, mustahkam tan saqliq va Rahmat. shundaq do'stligimiz, kasbdoshligimiz mangu davom etgay. Rahmat. Mayli ko'rishsak, ko'rishmasak, qalbimizda sizning o'rningiz bor. Rahmat. Rahmat. Xalmurat akamni kichigimizdan tatib televizorda ko'ratdik. Bizga nurg'un kuldirgilarni, nurg'un xushalliqlarni ato qilgan akam. Rahmat aka sizga ish qilib, shu vaqtlardagi shu xushalliqlarni shunda sig'ingandim. Bugun sizni ko'rib, shu tashnaliqim qongandek bo'ldi. Rahmat aka sizga. Rahmat. Hamda bu adam kuldirgi, etud, aktyorlik jihatda gap ketmaydi-ku hamda. Bu shu cho'ng Aysa obrazi bilan hammaga tunish. Bizningki rayonimizda hamma xalq biladi cho'ng Aysa Xalmurat desa. Her ishkil ism bilan ataydi, Her ishkil ism bilan. Xalmuratni deydi, cho'ng Aysami deydi. Bu hamda bu xalqning qalbidagi ash yaratgan obrazniki naqadar cho'nqur yildiz tatib ketganligi, xalqningki qalbidan o'rin olish deganning o'zi shu hamda. Xalmurat akamdan doim ko'rishib, muңdishib turib bo'lmaymiz. Şunu men bugün bir özümden şu yürek sözlerimni aytib olay. Qo'limizga tushib qoldi, Yaxshi huzurlandik. Men oldi bilan mush Xalmurat akamni mush aktyorlik sohasida hamda bular mush hamda komediya tarafdagi sahada bir o'lcham ko'rmanchu. Shundaq odamni kuldirdigan ichidan bir xil qiziqchilik bor, lekin mendaq ütep ketganga hargiz yo'qchu. Eng bek huzurlimanchu Xalmurat akamdan. Qasdan emas, tabiiy. Qasdan emas. Mush aktyorlik sohasining bir ustozlik qilmoqda men mush muzika sohasining naqsh sohasida men katta ustoz deb qarayman Xalmurat akamni. Rahmat Mevlan. Ondan men bayon qilmoqchini men mush qitimqi 5-qarar Paridio 5-qarar Ipak yo'l sadosidagi mush yorqin bir naqsh bo'lib chiqdi deb men ishonchim borchu. Oshunda bo'ldi. Nemishqa desang, bu naqshini albatta o naqshim isil naqshi o'zimi chiroyli aytdi. Mush adam mush sahnaga chiqsalar aşağıdan boshlab bir yorqinchilik paydo bo'ladi-chu. Ma'mu muhim narsa. Tininiz salomat bo'lsin aka, oilangiz xotirjam, turmushlaringiz baxtiyor, ko'ngillik bo'lsin. Naqshlaringizni, muzikalaringizni jiqroq anglab tursa deyilgan iltimosim bor. Bu xalqning o'zininki talabida biz xalq vokaldan da'vat etamiz. Bo'ldi. Naqsh anglaylisini naqsh anglayli biz. Bo'ldi. Naqsh naqshlar yaqinda beri chiqqan. Mushu ko'pchilikning har millat xalqining bahosi intayin yaxshi. Voy bu
bu efendim nakşinimi acayip çıraylık aytadikan dep muşta iltimaslar var da. Rahmet hem sarmanglarga. Armagaysizlar. Hem bu hizmetleringlarning utuqliq bo'lishini, havaskor naqshchilarimizning kasbiy naqshlarga aylanishi uchun teninglarning salomat bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Aman bo'lgin. Shunda olganda itizlar qaytandim. Sen çoğun olgan dikkat. Sana ruhsat çıkır yolu bilen.